Bunaga birinchi kelgan odam telefonda zaryadka suqishga qiynaladi. Sizlarga osonini ko'rsatib o'taman. Bu cho'pak choy aralashtirish uchun tok urmaydi. Birinchi ochib olish kerak buni. Ochib olganingizdan keyin bemalol shunaqa qilib suqib qo'ysangiz bo'laveradi. Dazmol yoki zaryadchida bemalol suqib foydalansangiz bo'ladi. Bugun sizlarga umraga kelganda foydali bo'ladigan 5 ta maslahatni berib o'tamiz. Ko'pchilik konditsionerdan ham noto'g'ri foydalanadi. 20-18 ga tushirib olib kasal bo'lib qoladi. Azizlar 27 ga tushirib qo'yib, pastani yoqib qo'yadigan bo'lsanglar, xonani harorati mo'tadil bo'ladi, sizlarni kasal qilmaydi, havo ham juda yoqimli bo'ladi. 50 bosh tomonidan berilgan kartochkani mana shu yerga solmasanglar, ichkarida konditsioner hech narsa ishlamaydi, hattoki rozetkalar ham suqib qo'yganingizdan keyin tamom ishlaydi, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Xonalardagi musullarni olib chiqish yoki bo'lmasam tozalash xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu tomonidan ilib qo'yasizlar. Mabodo ichkarida sochiqlar yoki bo'lmasam shakar bu narsalar tugab qoladigan bo'lsa, bu tomondan ilib qo'yasizlar. Sizlarga hamma narsani tayyorlab tashlab chiqib ketishadi. Bu hamma xonada bo'ladi. Gohida shunaqa berilgan kartalar xonani ochmay qo'yadi. Bunga sabab telefon bilan birga olib yuradigan bo'lsanglar, ochmay qo'yishi mumkin. Pastga tushib resepsiyonga blok kart deb turib, xonalar nomerini aytsanglar, sizlarga ochib beradi. Mabodo yo'qolib qolgan bo'lsa, master kart deb turib, xonalar nomerini aytadigan bo'lsanglar, yangi karta beradi. Bemalol shunaqa qilib ochib xonalarga kirishinglar mumkin. Ichkarisidan alohida idishga zamzam suv olaman deydigan bo'lsangiz mumkin emas. Tashqarisiga chiqqaningizda mana shu soatni to'g'risida shunaqa maxsus joylar qilib qo'yilgan, tonnalab olib ketsangiz ham indamaydi. Bemalol shu yerdan olib ketsangiz bo'ladi. Video albatta foydali bo'ldi, shuning uchun saqlab qo'yishni unutmanglar.